Nafaqat Chortoqda, balkim Namangan viloyati bo'yicha eng mashhur qotirma markazlaridan biri Ravshan qotirma o'z nomi franshizasi bilan birgalikda sotuvga qo'yildi. Oyiga o'rtacha 5000 dollar sof daromad topadigan ushbu joyi qulay narxdagilar berishar ekan. Sababi yaxshi niyat, boshqa biznes boshlashgani uchun barcha powerlari, barcha agregatlarni o'zi o'rgatib ketishadi. Powerlari ham qoladi. Qisqa qilib aytganda, joyi sotib olib, pulni sanab biznesni davom ettirasiz, xolos. Joyimiz Chortoq tumanida yaxshi lokatsiyada joylashgan. Bu yerga nafaqat Namangan, balkim vodiydan ko'pchilik aynan qotirma yeyish uchun keladi. Joyimiz 9 sotix maydonda o'zishiga oladi. Oldida avtomashina qo'yadigan parkovkalari ham bor. Oldida qo'shimchasiga magazin ham mavjud. Magazinning o'zi ham yaxshi daromad keltiradi. Ayollar uchun alohida hojatxona, bu tomonimizda avtomatlashtirilgan kassamizni ko'rishingiz mumkin. Barchasi avtomatlashtirilgan. Umuman qog'ozda yozilmaydi. Umumiy olganda ishga tayyor yo'lga solib qo'yilgan. Sotib olasiz, pulni sanab davom ettirib ketaverasiz. Hovlimizga kirganimizda 9 sotix maydonda o'sgan joyimizni ko'rib turibsiz. 23 ta kabinadan tashkil topgan, undan tashqari 2 ta zali ham bor. Kuxnyasida naqd 12 ta 15 tagacha qozon joylashtirilgan, barchani teng zakazini olsa bo'ladi. Kabinalar hammasi zamonaviy, 20 ga yaqin konteynerlari bor, maza qilib o'tiradigan holatda. Hujjatlari 100% joyida bo'lgan ushbu noturar joyimizda tom qismlariga turg'uligicha zamonaviy quyosh paneli o'rnatilgan, elektrdan ancha ekonom qiladi. Undan tashqari kommunal tarmoqdan gaz hamda suv ham mavjud, 10 tonnalik suv yo'nkisiga ham ega. Mana bu favoralarimiz yozda zo'r ishlaydi, mikroklimatlari ham bor. Katta klient bazasiga ega bo'lgan ushbu qotirma markazini aytib o'tganimda 5000 dollar bemalol daromadi bor va narxi siz o'ylagandan ancha arzon. 285 ming dollarga berib yuborlar ekan, yana ozgina o'tib ham berishadi. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Lokatsiyasini ham Telegram kanalimizga joylaganman, borib ko'rishingiz ham mumkin.